Ha, ketdingmi, chiqdingmi? O dazmol sug'urmabman, men sug'uribdi. Qachcha, hozir safarga chiqib ketyapmiz. Bo'lmaydi. Sug'uribdi. Orqaga qaytib bo'lmaydi. Irim-sirimchi bolalar haqida. Maza qildik-a. Duo qilaylik ha. To'xta, pichoqni olib qo'y. Nima bo'ladi pichoq tutib? Duoni kesadi-da. Ko'tingni yursang qilicham kesaman men duoda. Qani tishlamoq endi. To'xta. O'yin ichmassan-ku. Ichib ol oxirgacha. Nima bo'ladi choyimni ichmasam? Xotining tashlab ketadi. Ich. Jonga tegding mana shunaqa irim-sirimlaring bilan. O'zi shomda yong'oqda o'tirib bo'lmaydi-da. Mol hozir shommas-u. Keyin bu yong'oq emas, olma. Eshitdingmi? Nimani? Izzat tog'a og'rib ketibdi. Nima qilyapsan? Eshitmaganmisan? Ashta irim bor. Yomon xabar eshitsa quloq tortib qo'yish kerak-da. Jonga tegdi. Sigaretdan ol. Ha, cho'tta ham davolaver. Nima qilyapsan? Katta yomon qichyapti, pul kelar shekilli. Ha, siz irimlarga ishonmaysizmi? Bitta mashinga ishonaman. Ye, bilachiga, kim uyonyapti-kan? Meni uyyonyapti. Seni uyin? Ya, aytganman men senga eshigingga taqa osib qo'ydim. Ashi balo qazonlardan saqlardim. Uying ham yonmasdi. Ey iflos! Taqa osmaganim uchun emas, dazmolni sug'urmaganim uchun uyim yondi iflos. Jigar. Bu ham yaxshilikka uy yongan odam boy bo'ladi deb eshitganman. Qara, sen boy bo'lib ketishing mumkin. Paso a la mamacita que escuchan danzar.